Assalomu alaykum. Bugun navbatdagi biologiya milliy sertifikat yozma ish masalalarini ko'rib chiqamiz. 41 savol. Ma'lum denga fragmenti birinchi zanjirdagi purin asosi ikkinchi zanjirdagi purin asosidan 220 taga ko'p. Demak, biz denkani ikkinchi zanjirdagi purinni x bilan belgilab oldik. Birinchi zanjirdagi purinlar uni 220 taga ko'p bo'ladi. Demak, birinchi zanjirdagi sitozin va timinlar ham demak x bo'ladi. Mana shu denkada birinchi va ikkinchi zanjirdagi sitozin nukleotlari nisbati biraber, demak o'zaro teng. Shu denkaning 30% hisobiga 30% hisobiga oqsil sintezlangan va bu yerda 105 ta peptid bog' bor. Demak, biza peptid bog'iga bittani qo'shsak, aminokislotalar soni uni 6 ga ko'paytirsak, DNKdagi jami nukleotlar sonini beradi. 30%, 100% ni topadigan bo'lsa 2120 ta nukleotid olingan. Bizda formula bor, ya'ni vodorod bog'idan nukleotidni ayiradigan bo'lsak, guanillar sonini beradi. Vodorod bog'i 2540, masala shartida berilgan. Jami nukleotidni ayiradigan bo'lsak, 420 ta guanin bor ekan. Demak, guanillar soni 420 ta bo'lsa, undagi sitozinlar soni biraber nisbat bo'lsa, demak 210 tadan tushgan bo'ladi. Biz bir zanjir bo'yicha bir nomani tenglama qilamiz. Ya'ni adenin guanillarning soni sitozin timinlar yig'indisini bir zanjirdagi nukleotid 1060 ga tenglaymiz. X 420 chiqadi. Demak, x dan sitozinni ayiradigan bo'lsak, timinlar sonini beradi va bir zanjirdagi 4 ta nukleotid topib olsak bo'ladi. A bandida DNK fragmentining birinchi zanjirdagi adenin nukleotlar soni so'ralgan. Bu 430 bo'ladi. B qismida DNK fragmentining ikkinchi zanjirdagi purin asoslari orasida nechta vodorod bog' bor? Ikkinchi zanjirdagi purin guanin adeninlar 210 tadan va bularni vodorod bog'lariga o'tadigan bo'lsak, 1050 vodorod bog' bo'ladi. S bandiga qaraydigan bo'lsak, DNK fragmentining ikkinchi zanjirdagi purinlar, ya'ni 210 tadan 420 ta bo'ladi. Birinchi zanjirdagi guaninlar, ya'ni 210 tadan qanchaga farq qiladi? Javob 210. Demak, 42-masala yechimi. Oqlar o'simligida tozbargning qalinligi yupqaligi ustidan yirikligi maydaligi, gul poyaning uzunligi kaltaligi ustidan dominantlik qiladi. Birinchi navbatda fenotiplar yozib olinadi. Savolni bu yerda muhim narsasi bor. Bu genlar bitta avtosoma xromosomasida to'liqsiz birikish orqali irsilanadi. Demak, bu yerda crossingover bor. Bilamiz, to'liqsiz birikishda Morgan bo'yicha albatta crossingover bo'lishi kerak. Demak, ota-ona formalarini genotipini yozib olamiz. Tajribada qalin gul toz-bargli, yirik piyoz boshli, uzun gulbandga ega, ya'ni barcha belgilari bo'yicha dominant genotipga ega bo'lgan ota organizm bilan yupqa, yirik va yupqa mayda kalta gul poyali, ya'ni barcha belgilari bo'yicha resessiv ona organizm tashkil F1da bu yerda trigeterozigoda individ olinadi. F1 avlod olingan o'simliklar barcha belgisi bo'yicha resessiv genotipli organizmdan chatishtirilgan, ya'ni bu yerda tahlil chatishtirish bo'lgan. Farzandlarga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda 8 ta farzand olingan. Demak, bu yerda cross crossingover bor. Ota organizm bo'yicha gamet olamiz. Birinchi xromosoma birinchi gameta, ikkinchi xromosoma ikkinchi gameta va bular macrostoyer forma deb nomlanadi. Endi A genlarini o'rnalashtiramiz. Ya'ni bu yerda hosil bo'lgan ikkita gameta A va B gen o'rtasidagi crossingoverga uchragan organizm deb nomlanadi. Keyingisida D genlarini o'rnalashtiramiz. Bu yerda hosil bo'lgan ikkita gameta bular B va D gen o'rtasidagi yakka crossingover deb nomlanadi. Oxirida B genlarini o'zaro o'rnalashtiramiz. Natijada bu yerda ham ikkita gameta hosil bo'ladi. Bular cross crossingover individlar deb nomlanadi. Savol shartiga qaraydigan bo'lsak, bizda nazariy cross crossingover, amaliy cross crossingover, genetik xarita va koinsidensiya koeffitsiyenti so'ralgan. Demak, birinchi S variantga qaraymiz, ya'ni amaliy cross crossingover foizi. Biz amaliy cross crossingover foizini topishimiz uchun cross crossingoverga uchragan individlar sonini jami individlar soniga bo'lamiz. Ya'ni bu yerda 0,5% amaliy cross crossingover foizi kelib chiqadi. Endi genetik xarita bu genlar ketma-ketligi. Demak, bizada ota-onada bo'yicha qaraydigan bo'lsak, A, B, D ketma-ketligini joylashgan. Bularning marganidasini ham topishimiz kerak. Birinchi navbatda A va B gen o'rtasidagi marganidani hisoblaymiz. Buning uchun A va B gen o'rtasidagi yakka crossingoverga uchragan individlar soniga cross crossingoverni qo'shib
uni jami individlar soniga bo'ladigan bo'lsak, bu yerda marganida gap chiqadi. Demak, A va B gen o'rtasidagi masofa 8,33 marganida. Endi bu va D gen o'rtasidagi marganida ham shunday topiladi. Ya'ni, bu va D gen o'rtasidagi ikki krossingovga uchragan individlarga qo'sh krossingovga uchragan individlar soni qo'shib, jami individlar soniga bo'linadi. Bu yerda 17,16 marganida. Bu B qismining javobi. Yani keyingisida A qismiga qaraymiz. Nazariy jihatdan sodir bo'lishi mumkin bo'lgan qo'sh krossingovr kerak. Demak, nazariy topilishi uchun A va B yoki bu yer bo'yicha ishlasak ham bo'ladi ekan. Demak, A va B gen o'rtasidagi masofa, B va D gen o'rtasidagi masofa bir-biriga ko'paytiriladi va 100 ga bo'linadi. Bu yerda nazariy jihatdan hosil bo'lgan qo'sh krossingovr foizi kelib chiqadi. Demak, A ning javobi 1,43. Endi oxirgisida konsistensiya koeffitsient so'ralgan. Konsistensiya qanday topiladi? U amaliyning nazariga nisbati. Shunday formulamiz bor. Demak, bizda amaliy 0,5, nazariy 1,43. Bularni bo'lib 100 ga ko'paytiradigan bo'lsak, konsistensiya koeffitsiyenti 0,3 kelib chiqadi. 43-masala yechimi. Demak, gepardda 3 ta hujayra bor. A, B, C hujayra. Bu yerda glyukoza parchalangan, to'liq-to'liqsiz. A hujayrada glyukozaning 10dan 1 qismi to'liq parchalangan. Demak, bu 10% qismga to'g'ri keladi. Nisbat 1 ga 9. Demak, 10% chala parchalangan, to'liq parchalangan bo'lsa, 90% chala parchalangan bo'ladi. Demak, 1 ga 9 nisbat qilib olib olamiz. B qismida B hujayrada glyukozaning 5dan 4 qismi chala parchalangan. Qolgani shuna to'liq bo'ladi. 5 taqsim 4 bu 80% ga to'g'ri keladi. Demak, 20% to'liq parchalangan. Nisbat oladigan bo'lsak, 1 ga 4. S hujayrada 4dan 3 qismi to'liq parchalangan. Demak, bu 75 ga 25% dan to'g'ri keladi. Nisbat 3 ga 1. Savolda aytdi, B hujayrada glikoliz bosqichida 5400 kilojoule issiq energiya chiqqan. Demak, bu bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, B hujayrada jami 45 mol glyukoza parchalangan. Jami parchalangan glyukozani miqdori berilgan. Bu bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, 135 mol glyukoza parchalangan A, B, C hujayramizda. Buning ichidan 10.260 ya'ni 57 moli to'liq parchalangan. Jamini ayiradigan bo'lsak, bu yerda chala parchalangan glyukoza molini topsak ham bo'ladi. Qaytadan hujayrani yozib olamiz. Chunki bizda B hujayra ma'lum, ya'ni 45 mol glyukoza parchalangan. A va C hujayra noma'lum. Shuning uchun A hujayrani X, C hujayrani Y deb belgilab olamiz. Bu yer uchisindagi jami glyukozaning miqdori 135. Buni tenglamaga tashlaymiz. Demak, birinchi hujayramizda 1 ga 9, ya'ni 10x glyukoza parchalangan. B hujayrada 45, C hujayrada 3 ga 1, ya'ni 4y glyukoza parchalangan va bularning jami soni 135. Keyin bizda yana to'liq parchalangan glyukoza mol ham bor. Birinchi hujayramizda to'liq parchalangan 1x. Bu hujayramizda, ya'ni jami glyukozaning 5 qism deb oladigan bo'lsak, o'shani bir qism to'liq parchalangan. Ya'ni 45 taqsim 5 bu 9 mol bo'ladi. Demak, bu hujayrada 9 mol to'liq, qolgani chala. C hujayrada bo'ladigan bo'lsa, to'liq parchalangan bu 3y. Bularning yig'indisi 57 deb olamiz. Tenglamani ishlaydigan bo'lsak, 2 nom tenglama x3 y15 chiqdi. Javobga qaraymiz. A qismida A va C hujayralarining aerob bosqichida issiqlik sifatida tarqalgan energiya kerak. Demak, A hujayramizda to'liq parchalangan glyukoza X, ya'ni 3 mol deb belgilab oldik. C hujayramizdagi aerob. C hujayramizda aerob, ya'ni bu 3y. Bitta y 15 bo'ladigan bo'lsa, 3y 45 bo'ladi. Bularning issiqlik energiyasi o'tadigan bo'lsak, jami 55680 kilojoule energiya chiqqan. B qismi B hujayradagi glyukoza to'liq chala parchalanganda har bir miqdorini aniqlang deyilgan. Demak, bu hujayrada to'liq bilan chala nisbati 1 ga 4 edi va jami 45 mol glyukoza parchalangan. Demak, buni 9 i to'liq, 36 chala parchalangan. C hujayrada, mazkur hujayrada to'liq parchalangan jami glyukozalar hisobiga qancha ATF sintezlanganligini toping. Demak, jami to'liq parchalangan glyukoza miqdori bu 57. Buni 38 ga ko'paytiradigan bo'lsak, jami hosil bo'lgan ATFlar sonini beradi.
Albatta, bu 3 ta masalani, qaytadan ko'rib tahlil qilib qo'ying, chunki yaqinda may oyida milliy sertifikat, imtihoni mana shu masalalarga o'xshash, savollar takrorlanishi mumkin.